Assalomu alaykum, Kamranbek TV kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video rolikimiz rejissyor, teatr va kino aktyori Rustam Karimov haqida. Rustam Karimov 1951-yil 13-mayda Toshkent viloyatining Qibray tumanida tug'ilgan. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohini tamomlagan. 1972-yilda Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at oliygohini aktyorlik bo'limini tugatgan. Rustam Karimov 1984-1987-yillarda Abror Xitoyatov nomidagi O'zbek davlat drama teatrida rejissyor va aktyor sifatida mehnat faoliyatini boshlagan. 1987-yildan buyon O'zbek milliy akademik drama teatrida ishlaydi. Rustam Karimov teatrdagi ijodining dastlabki yillaridan to hozirgi kungacha turli xil obrazlar yaratgan. Jumladan, Kelinlar qo'zg'oloni, O'g'rini qaroqchi urdi, Andishali kelinchak, Gamlet, Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari, Usmon Nosir, Alisher Navoiy, O'zbekcha raqs, O'tgan kunlar, Oilaviy sehr, Quyoshni asra, Taqdir sinovlari, Rustam, Makr va muhabbat va boshqa ko'plab spektakllarda rollar ijro etgan. Rustam Karimov san'at, kino va televideniya sohasida ham faoliyat yuritgan. Quyida u o'ynagan filmlar va seriallar: Girdob, Hayot mazmuni, Dard, Faqat g'alaba, Toychoq, Zanjir, Taqdir yo'llari, Poydevor, Vijdon, Ostona, Muhabbat sinovlari, Sabr, Xotira rashki, Anora, Kim aybdor, Tashlandiq, Xiyonat, Ta'ziyadagi to'y, Uzuk, Yollangan sovchi, Tushun va kechir, Mirzo Ulug'bek, Majruh yoxud Mister Amerika, Nazira, Ibrat, Mukumi, Meros, Erka o'g'il, Abdulla Oripov, Xayr bolalik, Yashirin so'zlar singari ko'plab film va seriallarda turli xil rollar ijro etgan. Hozirda esa Qodirxon seriali va Otalar so'zi kabi film va seriallarda turli xil rollarni ijro qilib kelmoqda. Rustam Karimov dublyaj sohasida ham salmoqli ijod qilgan. Bugungi kungacha 70 dan ortiq turli xil filmlar va multfilm qahramonlariga ovoz bergan va hozir ham ovoz berib kelmoqda. Rustam Karimov 2001-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Rustam Karimov iste'dodli va samimiy aktyor, har bir obrazni yurakdan his qilib ijro etgani uchun tomoshabin unga ishonadi. U o'ziga xos tabiiyligi bilan har qanday rolni hayotiy qilib ko'rsatadi. Rustam Karimov sahnada ham, ekranda ham sadoqatli va mehnatkash san'atkor sifatida tanilgan. Uning chiqishlarida chuqur ma'no va hissiyot bor. Bu esa uni boshqa aktyorlardan ajratib turadi. Har bir film yoki serialda u o'ziga xos jo'shqinlik va samimiyat olib keladi. Rustam Karimov yosh avlod uchun namuna bo'la oladigan halol va fidoyi san'atkor. U har bir rolni mas'uliyat bilan tayyorlab, tomoshabinning hurmatini qozongan. Uning ijrosi nafaqat kuldiradi, balki o'ylantiradi, ilhomlantiradi. Rustam Karimov san'atni chin dildan sevadi. Bu esa har bir chiqishida sezilib turadi. Uning obrazlari orqali biz hayotning turli qirralarini ko'ramiz. Bu esa aktyorning keng imkoniyatini ko'rsatadi. Rustam Karimov nafaqat sahna ustasi, balki yosh aktyor va aktrisalarni tarbiyalashda ham faol qatnashgan. Uning o'ziga xos dars uslublari va sahnadagi tajribasi ko'plab san'atkorlarga ilhom manbai bo'lgan. Rustam Karimov yaratgan obrazlar chuqur ma'naviy va falsafiy. Uning ijodi orqali o'zbek madaniyati, urf-odatlari va qadriyatlari keng targ'ib qilinadi. Rustam Karimov o'zining mehnatkashligi va sabr-toqati bilan muvaffaqiyat erishgan. Ustoz sifatida ham, san'atkor sifatida ham doim o'z ustida ishlagan va buning mevasini ko'rgan. U san'atga butun umrini bag'ishlab, doimiy sadoqati va fidoyiligi bilan ko'plab yoshlarni ilhomlantirgan. Rustam Karimov aytadiki, har bir inson o'z hayotining rejissyori,
Hayotda har bir inson o'z taqdirini o'zi boshqaradi va har bir qaror o'z kelajagimizni belgilaydi. Shuning bilan bugungi videorolikimiz tugadi. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqmasin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.